Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur bilik yurtida 2 Cumhuriyet gününü xatirlash faoliyati o'tkazildi. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat Mike Pompeo'ning so'zlarini tanqid qildi. Dünya Savdo Bankasi Sharq Turkistondagi atalmış kasbiy tarbiyalash programmasiga qarz berishni to'xtatdi. Bo'stonliq madaniyatidagi mo'jiza qarz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. 12 noyabr atigan soat 8'da İstanbul Selim Paşa'daki Uyg'ur maktabi 2 Cumhuriyet qurilganligining 86 yilligi va 75 yillik munosabati bilan bayroq chiqarish faoliyati o'tkazdi. Faoliyatda har bir sinfning o'quvchilari o'zlarining vatanga bo'lgan sadoqatini bildirib, shuarlar to'ladi va va'dalarni bildirdi. Maktab mudiri Habibullah Kösani Uyg'urlarning tarixdagi davlatlarini eslatib o'tgandan keyin Sharq Turkistonning ozodligi uchun bu notalarning texnik tirishchilik ko'rsatishiga to'g'ri keladiganligini qayd qildi. Oxirida bu maktabning bitib chiqish yo'lida zo'r tirishchilik ko'rsatgan Abdug'ani Qutubiy duo bilan marosimni oxirlashtirdi. Mushu munosabat bilan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandi butun dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonning asli sohiblari bo'lgan Uyg'urlarning va muhojiratdagi barliq qarindoshlarning Cumhuriyet bayramini tabrikladi va oliy ehtirom bildirdi. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonlik hukumat 11 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning yaqinda qilgan Uyg'urlar haqidagi so'zlarini tanqid qilib, chet eldagi Uyg'ur faoliyatchilar va lager shohidlarining oila a'zolarining hech qanday parokandachilik uchramay normal yashayotganligini bildirgan. Shundaqla Mike Pompeo'ning diniy va kishilik huquq qalpiqini kiyib, Şinjanga qara chaplash, haqiqiy ahvol burmalangan asossiz so'zlarni qilish bilan ayblagan. Mike Pompeo o'tgan hafta Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'ur faoliyatchi va lager shohidlarining oila a'zolariga parokandachilik silayotganligi, Xitoyning bu qilmishini to'xtatish kerakligini, yosh Uyg'ur faoliyatchilaridan Firqat Javdat, Arafat Erkin, lager shohidi Mehrgul Tursun, Zumrat Davudni alohida tilga olgan. U Xitoy doiralarining bu kishilarning oila a'zolariga parokandachilik silib kelayotganligi, Zumrat Davudning dadasining bu xil parokandachilikning qurboniga aylanganligini alohida ta'kidlagan. Lekin atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumat bayonotida Arafat Erkin bilan Firqat Javdatning onasining lager qamalganligini, Zumrat Davudning dadasining parokandachilik uchrab vafot bo'lganligini rad qilib, Arafat Erkinning dadasining qamoq hukm qilinganligini, Erkin Tursunning zo'ravon terrorlik harakati qatnashganligi sababli qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'tirof qilgan. Bu atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatining tunji qatim Amerika tashqi ishlar ministrining so'zlariga inkos qaytarishi. 11 noyabr kuni Dünya Bankasi bayonot e'lon qilib, o'zlarining Xitoyga, ya'ni Sharq Turkistondagi atalmış kasbiy tarbiyalash programmasiga berayotgan qarzni to'xtatganligini e'lon qilgan. Yaqinda Dünya Bankasining Xitoy bilan kelishim tuzib, 2015-yildan beri Sharq Turkistondagi Xotan Uyg'ur tibobatchilik oliy texnikumi, Şinjan yezigilik mashinazorlik instituti qatorliq 5 maktabning kasbiy tarbiyalash programmasiga 50 million dollar qarz berib kelayotganligi oshkorlanib, zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Amerikadagi tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan maqolasida bir maktabning bu pulga tikanlik sim, yosh oqquzush bo'lmas etish asbobi va qo'g'dinish saymalarini setib olganligi ilgari surilgan. Dünya Bankasi e'lon qilgan bayonotida mazkur programmaga aloqador maktablarning tarqoqligi, ularni nazorat qilishning mushkulligi nazarda tutilib, mazkur programmaning ko'lami va doirasi kichiklatildi. Bo'libmi programmaning Şinjandagi maktablarga chetishlik hamkorlik turiga xotimi berildi deyilgan. Bo'stonliq madaniyatini barpo qilishdagi mo'jiza. Xalqimiz uzoq zamonlarda davomli ikki qo'li va aql parastlikka tayanib ijod qilgan emgak mevasi qarz. Turponda er o'lsa chiroq o'chidi, qarz o'lsa el ko'chidi deydigan maqol bor. Bu xalqimizning qarzga bo'lgan aqida, muhabbatining naqadar cho'nqurligini bildiradi. Turpon qadimiy Ipak yo'lidagi muhim tugun bo'lib, yangi tosh qurollar davrida insonlar bu yerda yashashga boshlagan. Yoz fasli issiq ham uzoq bo'lgan bu qadimiy zamonning fasllik daryolari ko'p bo'lsa-mu, nopos terilg'i yerning ko'payishi, suv ishiltishining eshishi natijasida iqillarning sarfiyat va parg'a aylanishi zo'rayib, iqillar tortilishga, qurishga boshlagan. Natijada kishilar buloq suyiga tayanishga to'g'ri kelgan. Bu hol suvga bo'lgan ehtiyojni qondirolmag'achqa, parasatlik atalar qarzdan iborat mo'jizani yaratgan. Turpan qarzlari 2000 yildan ortiq tarixga ega bo'lib, umumiy uzunligi 5000 kilometr keladigan yer osti suv inshoot qurilishi hisoblanadi. 2000-yil ilib berilgan tekshirish natijasiga asoslanganda, vatanimizdagi hozirgacha aniq bo'lgan qarzlarning umumiy soni 1785 bo'lib, buning ichida suvi bor qarz 615, qurib ketgani 1170. Qurib ketgan qarzlarning ichida remont qilib qo'g'dash orqali asli keltirishga bo'ladigan 207, butunlay vayron bo'lgani 702 qarz, 216 qarzning hech qanday iznos qolmagan. Qarz xalqimizning zamonlardan buyon ishlab chiqarish sharoitidagi bir afzal suv inshooti bo'lib, tabiat bilan adil moslashib yashash sharoitiga uyg'unlashgan ajoyib muhim ekologiyalik tangpongliqqa ega. Qarzlarning manbasi Tangritog'dan erigan qorimiz suyini asos qilgan buloq iqin suvlar bo'lib, ilgari yozda dehqonchilikda foydalanilsa, qishda tabiatga qo'yib beriladi. Yoz faslida sovuqroq,
qish faslida ilmon bu tatliq suv boyliqi behuda isrof bo'lib ketmaydi. Hatto suv chiqarishda zamonaviy suv quduqlaridek tok energiya ketmaydi. Muhitni bulg'amaydi. Aksicha muhitning tangpungliqini saqlab, normal yashash muhitini barpo qiladi. Mana bu karizning ajoyib tabiiy afzalligi. Karizni barpo qilgan ota-bobolarimiz uning suyidan foydalanib yaratgan tabiiy ekologik yashil muhit xalqimizning barovat mashraflarining o'rni so'rini bo'lib, kariz mashrafini barliqqa keltirgan. U ona tabiat ko'kargan bahor faslida o'tkazilib, o'g'loq tortishish, xo'roz so'qishtirish, ot baygisi, elangish uchish, chelishish, alnag'ma aytish qatorliq mo'l mazmunliq madaniyat faoliyatlari kariz bilan barliqqa kelgan xos madaniyat hisoblanadi. Kariz to'g'risida bundaq marikalarda o'qiladigan qo'shiqlarmi bor? Atam so'rasa, anam so'rasa, kariz dedinglar. Qo'li ishda, ko'zi yoshda yuriydi denglar. Bizning kariz ko'lida asli o'rin yo'q, o'rinlar kelib qolsa, qilchi o'rin yo'q. Bunda qo'shiqlarda xalqimizning kariz amgiki bo'lgan qizg'inligi, o'tdek mehr-muhabbat ifodalangan. Turpan xalqida kariz chepish amgiki qatnashganlarni cho'ng ko'radigan, hurmatlaydigan odat bor. Shunga el orasida quduq chopqanda cho'ng gap qilma. Yuqori tovan chepib, bag atalg'icha, kariz chepib, ar atal degandek maqol tamsillar bor. Xəbərlərimizi köynəڭlər rəhmət. Görüşkiçə aman bulunlar. Xeyr xoş. Allah qamanət.